O'rtoqlar, Inomarka Namanganda Kia EV6 bilasizlar, bu mashina chista koreyskiy sborka bo'ladi. Elektropaket 590 km masofani bosib o'tadi bitta zaryad bilan. Shina o'lchamlari 19 razmerda. Hozirgi balon holatlari o'rtacha ekan akalar, lekin mashinaning salon holati juda ham neobычный. EV6 haydaganlar biladi. Bu mashinada mingan odam uncha mashinani keyin minmay qo'yadi, chunki juda ham yumshoq, shunga juda ham zo'r qilingan. Mashinani salon holatlari juda ham neobычный. Avtomobil o'rindiqlarida mana ko'rib turibsiz, abdufi ham bor, abagrafi ham bor, hatto rullar qiziydi. Shopir tomon ham, klient tomon ham hammasi xuddi shu funksiyalar bor. O'rtoqlar, bu EV6 ni narxini egalari bilan gaplashdik, $25 ming deyaptilar. Bemalol telefon nomerlarini qoldiramiz, bog'lansangiz bo'ladi. Bunaqa neobычный inomarkalarni o'tkazib yormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. EV6 qidirib yurgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Bunaqa ko'rinishdagi mashinalarni qaysi turdagi mashinaga kiritishadi, kommentariyada qoldirib qo'ying. Mashinaning bagaji lekin juda ham keng. Mashinani orqa o'rindiqlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 12 voltli zaryadnilar o'rnatib qo'yilgan, hamda agar orqadagi odamga oldidagi odam spinkasi xalaqit beradigan bo'lsa, shu joydan ham bemalol boshqarib olsa bo'laverar ekan aka. Sidinani tortib o'tirmaysiz, shundoq bosib qo'yasiz, o'zi tortib oladi. Nima dedingiz? Mashina juda ham komfort.